Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizdan qarshi olamiz. Angliyalik advokat Uyg'urlar uchrayotgan zulmning irqiy qirg'inchilik yoki insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini tekshirmoqda. Xitoy ishki Mong'oliyadagi namoyishning kuchayishini muhojiratchilar qudratquli qildi dedi. Amerika Dunyo sahiyat tashkilotidan chekinib chiqqandan keyingi qadamlar haqida bayonot e'lon qildi. 7 soat davomlashgan Hindiston-Xitoy chegara suhbati natijasiz oxirlashdi. Uyg'urlarning choy madaniyati haqida. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Angliyalik dağlıq kişilik hüquq advokati Xitoy hökumətinin Şərq Türkistonda Uyg'urlar qaratgan kişilik hüquq təpsənçiligining irqiy qirg'inchilik yoki insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini tekshirish uchun Londonda mustaqil sud kollegiyasi chaqirmoqda. Birlashma agentligining xabar qilishicha, mazkur sudning kelar yil bir necha kunlik isbot anglash yig'inida yangi dalil, isbot va guvohlik so'zlarini oshkorlash mo'ljallanmoqda. Gerçi hükümetin qo'llashi bo'lmasa-mu, bu sud 2017-yildan buyon misli ko'rilmagan darajada bostirishga uchragan Uyg'ur va boshqa Turkiy millatlarga qilingan ziyonkashlik uchun Xitoyni javobgarlik tortishning eng yangi urinishi ekan. Ilgari Sibiriyaning sobiq prezidenti Slobodan Milosevichni Balkan urushi sababli ayblashga rahbarlik qilgan va xalqaro jinoiy ishlar sudi bilan hamkorlashgan advokat Geofrenis Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan Uyg'ur xalqiga qaratilgan davom qilayotgan vahshiylik va irqiy qirg'inchilikni tekshirishga talab qilingan. Nesning Birlashma agentligiga aytishicha, Xitoyga qaratilgan irqiy qirg'inchilik to'g'risidagi ayblashlar, so'rash va javob berishga tegishli savollar bo'lsa-mu, ammo bu xil ayblashlar azaldan ochiq-oshkor tekshirilmagan. Birlashma agentligining yaqinqi tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati nopusni azaytish uchun Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qarata sistemali holda tug'ut cheklash siyosati yurgizib, Xitoyning Uyg'ur ayollarini qarallik, homildorlik tekshirishi va tug'maslik halqasi, homildorlikdan saqlanish va bola tushirish operatsiyasi qildirgan. Bu xil majburiy tug'mas qilib o'tishni irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga xiloflik qilganlik deyishga bo'ladi ekan. Uning fikricha, Sharq Turkistonda nimalarning bo'layotganligi, u joyning vaziyati haqidagi xabarlarning ko'plab e'lon qilinishidan boshqa yana yaqindan buyon majburiy g'oyiblikning qurbonlariga aylantirilganlarning bevosita urug' tuqqanlarining guvohligi. Ularning rasmiy adliya tarmoqlari orqali lagerlar qamalganlarga adolat talab qilishi muhim ahamiyatga ega ekan. 2006-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Majlisi yana xalqarалық barliq kishilarni majburiy g'oyib bo'lishdan qo'g'dash ahdnomasini ma'qullab, tutqun qilingan kishining oila tavobatlariga bu kishining tuyuqsiz yo'qolib ketganligini surishtirish huquqi bergan. Shuningdek, majburiy g'oyib qilib o'tish insoniyatga qarshi jinoyat hisoblanadi deb bekitilgan. Ishki Mong'oliya xalqi yaqinda keng ko'lamli namoyish qo'zg'ab, Xitoyning 1-sentabrda yo'l qo'ygan atalmish qo'sh til ma'rif andisini amaldan qoldirib, aslidagi o'qitish andisini asli keltirishni talab qildi. Xitoy hukumati bu talablarni rad qilib, namoyishga qatnashgan 9 kishiga tutish buyrug'i chiqardi. Xitoy bu qatimliq ommaviy namoyishni chet el kuchlari qudrat qo'llab qilgan deb tasvirladi. Ishki Mong'oliyadagi boshlang'ich va o'rta maktab 1 avgust rasmiy o'qish boshlagan. Ammo ular Xitoy hukumatining boshlang'ich va o'rta maktab o'quvchilarining ona til ma'rifini bekor qilishiga norozilik bildirib, ko'pincha ota-onalarning bolalarini maktabga avatishni rad qilgan. Yerlik saqchilar Mong'ol o'quvchilarni hamiyada qo'g'lab, maktabga qaytishga majburlagan. Mong'oliya to'liq o'rta maktabining o'quvchisi ochlik e'lon qilib, Xitoy hukumatining Mong'ol tili o'qitishining amaldan qoldirilishiga norozilik bildirgan. Ishki Mong'oliya radio stansiyasining 300 dan ortiq Mong'ol xizmatchisi o'zlarining Xanzu tili ma'rifini qabul qilmaydiganligini va yangi Xitoy siyosatiga qarshi turadiganligini o'rtaq imzo qo'yib qarshi turgan. Tashqi Mong'oliyaning sobiq prezidenti Zahya Albegdorji silliq bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatini Mong'ollarning ona tilini saqlab qolishdagi milliy huquqiga hurmat qilish kerakligini, dunyodagi Mong'ollarni ularni qo'llashga chaqir qilib, Mong'ol tilini qutqizish harakatini kuchli qo'llaydiganligini, Mong'ol tili bo'lmasa Mong'ol millatidan so'z ochqil bo'lmaydiganligini, tilni yo'qotishning bosh va qo'lni yo'qotib qo'yganga o'xshash ekanligini, ishki Mong'oliyada yuz bergan ishlarning faqat ishki Mong'oliyaga munosabatli emasligini, dunyoning har qaysi joylarida Mong'ollarning bu masalaga ko'ngil bo'ladiganligini ta'kidladi. Tashqi Mong'oliyaning poytaxti Ulan-Batorda nurg'un ommaviy tashkilotlar Xitoy bosh elchixonasi oldida yig'ilib, Xitoy hukumatiga norozilik namoyish etdi va Xitoydan maktablarning Mong'ol tili o'qitishini asliga keltirishni talab qildi. Amerika prezidenti Trump Amerikaning 29-may Dunyo sahiyat tashkilotidan chekindiganligini jakarlagandan keyin Amerika tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Ortagos 3-sentabr bayonot e'lon qilib, Amerikaning Dunyo sahiyat tashkilotidan chekindiganligini e'lon qilib, keyingi qadamlar Amerikaning mazkur organga ta'minlangan boyliqlarni qanday ishlatganligini tekshirdiganligini, Amerikaning Dunyo sahiyat tashkilotidan chekinish qarori 2021-yili 6-yildan burun yo'l qo'yilishini, Amerika bu tashkilot bilan bo'lgan aloqani azaytib, mazkur organga avatgan mutaxassislarni qaytarib ketadiganligini ta'kidladi. Uzundan buyon Amerika dunyodagi eng sexiy davlat bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi kishilarga sog'lomlik va insonparvarlik yordami berdi.
Bu xil yordam Amerikalik bosh topshiruvchilarning qo'llashi bilan ta'minlangan bo'lib, uning muvofiq mo'ljari shuki, unumli maqsadga yetaylaydi va ehtiyojli kishilarga yordam beralaydi. Afsus, Dunyo sog'liqlik tashkiloti Xitoy virusiga taqabul turish masalasida emas, yaqinqi necha 10 yildagi boshqa sog'lomlik krizlariga sal qarab kelgan. Uningdan boshqa Dunyo sog'liqlik tashkiloti ishki islohot qilishni rad qilgan. Bu islohot Xitoydan mustaqillikni ko'rsatish bilan boshlangan. Prezident Trump Amerikaning bu tashkilotdan chekindiganligini jakarlaganda, texmo ishonchlik va rostchil sherik izlaydiganligini aniq o'ttirib qo'ygan. 31 avgust Hindiston Xitoy ikki taraf o'rtasida yuz bergan eng yangi to'qnashuvdan keyin Hindiston bilan Xitoy armiyasi Ladakning sharqidagi cho'solida general darajaliklar suhbat o'tkazgan. Suhbat 7 soatga yaqin davomlashgan. Hindiston taratqullari Xitoyning Hindiston armiyasining chekinish talabini rad qilganligini xabar qilib, ikki taraf Pangung ko'li atrofiga bir o'nvik o'rlashtirib, havo armiyasini urushga tayyorlik qilmoqda ekan. Xabarda suhbat 2 sentabr 7 soat ilib berildi. Ammo yangi ilgirlash bo'lmadi. Oldin qayning oxirida to'qinish yuz berganda Xitoy armiyasining ig'vogarchilik harbiy harakati barbod qilindi. Hindiston taraf foydali o'ringa erishib, bir qancha strategik muhim tog' va istehkomni egallab, yangi ishg'ol qilingan strategik o'rinlardagi askar sonini ko'paytgan. Egilishicha Hindiston armiyasi 3480 kilometr uzunlikdagi amaliy kontrol liniyasini bo'ylab, barliq oldin qisab bazalarni qarovullik qo'ygan hamda askarlardan 24 soat qarovullik qilishni talab qilgan. Diqqat qilish arziydigani shuki, Hindiston armiyasi yaqinda Pangong va Chosholida bomba portlaganlikdan ikki taraf o'rtasidagi qo'riqlik urush qo'zg'alish oldida turmoqda ekan. Uyg'urlar choy xumar keladi va kundalik turmushda choydan ayrilmaydi. Choy orqali birinchidan ussizlikni qondirib, hordiqni chiqarib rohatlandi. Ikkinchidan hazmni yaxshilab, salomatlikni asrab, tan sog'lomligini oshirishga asos soladi. Uchinchidan odamgarchilik, mehribonlik, do'stlikni ilgari surib, kishilik munosabatni quyuqlashtirdi. Shuning uchunmi botur, emgakchan, aqlliq, ijodkor Uyg'ur xalqi uzoq zamonlardan buyon choy ustida ilmiy tadqiqotlarni olib berib, tabiat dunyosidagi gul-giyoh, har xil o'simliklarning odam badaniga foydali tarkiblarini topib chiqib, jo'grafiyalik o'rin, muhit, tabiiy sharoit va kishilarning o'xshashmagan mijoz qatorliqlarga mos keladigan aralashma choy va choy dorilarini kashf qilish asosida isil choy madaniyatini barliqqa keltirgan. Bu choy madaniyatining tadrijiy rivojlanishi, ehtiyoji va taqozzosiga asosan yana choyga munosabatlik boshqa xildagi madaniyatlar barliqqa kelgan. Masalan, choy uchun bulg'anmagan ham dog'lanmagan suzuk va pokiza suv kerak. Bundaq suvlarni sirti tayyorlash uchun ko'l, oilada tindirish uchun suvga chelak, qapoq, ko'p, tun qatorliqlarni qo'lash, yasash va ishiltish, suvni qaynatish uchun qozon, cho'gun, chaynak, samovar, choylarni saqlash uchun yuqorqilardan boshqa yana choydan issiqlik saqlash borki, choyni quyib ichish uchun jam, oyoq, china, piyola, stakan, choyning xom ashyolarini so'qib yumishtish uchun yog'ochdan, to'mirdan, cho'yindan yasalgan havoncha, mehmonlarning oldiga choy sunish uchun nafs ishlangan taxsa, patnus qatorliqlarni ishlab chiqarishda yurishlashtirilgan hunar san'at madaniyatini barliqqa keltirgan. Uyg'urlarning bundaq esil choy madaniyati oiladan chiqib sirtqa kengaygan. Ba'zi bayram xotir kunlaridagi do'stlar uchrashishi, yuqori darajalik arboblarni kutib olish yig'inlari, suhbat yig'inlari silqlashtirilib, choy yig'ini choy suhbati deb atash odatga aylangan. Uningdan boshqa bozor rastilar, kishilar ko'proq to'plashadigan joylarda maxsus choyxona, samovarxonalar ochilgan bo'lib, bu o'rinlardagi choylar turining ko'pligi, sifati va ta'mining yaxshiligi bilan xaridorlarni ko'plab jalb qiladi. Uni ko'rgan va bilgan aqillar bu joylarga kelib choy ichkash o'zlari yaxshi ko'radigan xalq naqshi musiqalari, beyt qo'shiq, qissa doston, rivoyat cho'chak, masal tepishmoq, latifa chaqchaq, qiziqarli parang har xil yangi xabar uchurlarni aytib, estetik zo'q oladi va nazar doirasini kengaytiradi. Bundaq so'rovlarni bir hisobda madaniyat markazi deb atashga bo'ladi. Bir qism qalamkashlar mush so'rovlardan material ilib, xalq suyib o'qiydigan nodir asarlarni maydonga keltirgan. Uyg'urlarning madaniyati mush xildagi alohidaligi bilan Uyg'urlar uchun munosib sharaf keltirmoqda. Biz bu xil yaxshi an'analarni avlodma-avlod davomlashtirishimiz va mukammallashtirishimiz kerak. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.